isma chiqyapti, tomoq og'riyapti, tomoq qizargan. Mana ayniqsa hozir bayramda muzze ichib qo'yamiz yoki muzze norin yeb qo'yamiz yoki aliviya yeymiz, napitklar ichgandan keyin isma chiqib ketib qoladi. Bu holatda shoshilib antibiotik olmaylik. Sababi muzze suv ichganda u muzze suvdan bakteriya tomoqdan kirmaydi. Antibiotik ichish kerak emas. Bu holat qanaqa kelib chiqishi mumkin? Bu holat bizda organizmda zararli va zararsiz bakteriyalar bor. Saprofitlar zararsizlari. Ya'ni shu holatda muhit yaratiladi. Zararli bakteriyalar ko'payib ketgan hisobiga isma chiqishi, organizm shamollash belgilari bo'ladi. Bu holatda ozgina organizmga shans berish kerak. Ko'p suv ichish kerak. Isma 38 dan oshib ketsa isma tushgan dori berib kuzatish kerak 3-4 kun. Shoshilib antibiotik olib battar qiynalib qolishingiz mumkin. Organizm o'ziga vaqt berish kerak, o'zi kurashib olish uchun bu holatda. O'shaning uchun tavsiya beraman, iloji boricha muzze ichmasdan iluvroq ichishi, shoshilmasdan qalin kiyinib yoki yupqa kiyinib yurmasin. O'rta me'yorda kontrol qilishinglar, nazorat qilishinglarni o'zingizlarni va farzandinglarni. O'shanda kasal bo'lmaysiz. Bo'p qolsanglar ko'proq suvli berib, isma 38 dan baland bo'lgan tushirib turasizlar. Bu meni pulmonolog shifokor tavsiyam. Sog' bo'linglar.